Assalomu alaykum. Ismim Akbarshoh, 13 yildan ortiq tajribaga ega urolog, androlog hisoblanaman va bugun sizlar bilan erkaklarning mavzusini gaplashamiz. Erkaklardagi semizlik hisobiga jinsiy quvvatni, jinsiy olat kuchini yoki umuman jinsiy xohishni pasayishi haqida gaplashamiz. O'zi semizlik qanchalik bog'liq jinsiy olatga, jinsiy olatning kuchiga, uni o'lchamiga yoki sizni bitta aloqadagi ikkinchi aloqani qilishingizga qanchalik ta'siri haqida gaplashamiz. Chunki taningizdagi ortiqcha yog', qorinning atrofidagi yog', kindining ostidagi yog'lar bu hammasi o'zi xunuk ko'rinishni bergandan tashqari yana sizni jinsiy quvvatingizga ham ta'sir qiladi. Demak, boshladik. Bugun umuman semizlikni ko'pchilik kulgiroq eshitiladigan gap aytishi mumkin. Misol uchun, "Mesh qorinsan, semizsan, qorin boysan, baqaloqsan" degan gaplarni aytishi mumkin. Nima gap eshitgan bo'lishi mumkin, lekin bu narsa kulgi ostida qolib ketadi va hech kim buni nimaga bilan qilyapsan yoki o'zi bemorni o'sha eshitgan odamni o'zi ham, semiz odam o'zi ham bu narsani yo'qotishga harakat qilishga umuman ishtiyoq, harakat, o'zida niyat yo'q. Nimaga desangiz, shunaqa yashab yurish yaxshi. Qorin semiz, ozolmayman, hozir mana operatsiya qiladigan yo'llar chiqib ketgan deb o'ylash mumkin. Qildirmayman operatsiya, opasniy operatsiya deyish mumkin. Umuman operatsiyasi ham ozish mumkin. Taningizdagi yog'ni tashqaridan tushayotgan yog' hosil qiluvchi moddalarni, umuman taningizda yog'ni ichida gormonal o'zgarishlar ketayotganligini yoki yog'ni buzilishiga, tanadagi yog' almashinuvi buzilishiga ta'sir qiladigan moddalarni, trans jirlarni, trans yog'larni tashqaridan tushishi hisobiga insonni, erkak kishini deylik, erkak kishining tanasida yog' yig'ila boshlaydi va erkak kishi olmaga o'xshab semira boshlaydi. Va umuman hozirgi kunda semizlik bu aktual mavzu. Ko'pchilik buni vazn ortiqcha emas, menda boshqa narsa deb o'tkazib olishi mumkin qulog'im tagidan, chunki semizlar boshqacha bo'ladi deb o'ylashadi. Yo'q, agar erkak kishining qorin aylanmasi 94 sm dan yuqori bo'lsa, semizlikka moyillik boshlanayotgan bo'ladi. 104 dan oshsa semiz deb hisoblayvering. Yoki indeks massa tela bor, IMT bo'yicha 26 dan baland bo'lsa, semizlik bor deb qabul qilinadi. Shu joyda aytib ketaman, Telegram kanalimizda bu indeks massa tela haqida qanaqa tekshirish kerak, nimalar qilish kerak, qanaqa hisoblanish kerak haqida Telegram kanalimizda aytib o'tganman. Xohlasangiz silka bo'yicha kirib ko'rib bilib olsangiz bo'ladi. Davom etamiz. Umuman semizlik tanadagi ortiqcha yog' erkak kishida, kindigining ostida, kindik atrofida, qo'l sohasida, soch o'sadigan joyda yog' yig'ilgan hisobiga erkak kishining jinsiy olati kaltaroq bo'la boshlaydi. Uni terisi ichkariga kira boshlaydi, olatni o'zi ichiga kira boshlaydi va ko'rinmay qoladi. Yog' o'zi umuman tanamizdagi yog' qanday hosil bo'ladi? Bu kimdadir jinsiy olatni qalinligi, ingichkaligi, kaltaligi hisobiga qorin chiqa boshlaganda olat ko'rinmasligi, umuman jinsiy aloqaga bo'lgan ishtiyoqning pasayishi yoki umuman xohish yo'qolib qolganligi yoki aloqaga qiziqish yo'qolib qolganligi shikoyati bilan aziyat chekib yuradi. Lekin buni hal qilishga boshqacha yo'l qidira boshlaydi. Misol uchun, jinsiy olatimni katta qilaman deb qabulga kelishi mumkin. Bu xato tanlov hisoblanadi. Chunki gap olatni kaltaligida emas, balki qorin atrofidagi yog'ni ortiqchaligi, semizlik, yog'ni ko'p yig'ilayotganligi, ko'kraklarda yog' yig'ilayotganligi hisobiga tanada gormonal o'zgarish keta boshlaydi. Estrogen degan gormon yoki kortizol degan gormonlar hisobiga, stress gormonlar hisobiga tanangizda yog' almashinuvi buziladi va yog'ni ichida sizni aromataza fermenti hisobiga testosteron yig'ila boshlaydi va sizning testosteroningizdan yog' hosil bo'lishi kuchaya boshlaydi tanangizda. Bu testosteron gormonini aromataza fermenti o'g'irlay boshlaydi. Natijada qorin atrofida yog' yig'iladi. Ozsiz teskari proses ketadi va testosteron ko'tarila boshlaydi. Buni ozgan, operatsiya bilan ozgan odamlardan so'rasangiz aytishi mumkin. "Ha, men operatsiyadan keyin ozdim, quvvatim yaxshi bo'ldi." Ko'ryapsizmi? Operatsiya qilmasdan ham ozsangiz shu narsaga erisha olasiz. Umuman hozir jinsiy quvvatning pasayishi, olatning kuchining pasayishi, er-xotin munosabatiga bu narsa ta'sir qilishi, alohida noqulaylik haqida, semizlikni qanchalik ta'sir qilishi haqida gaplashamiz. Bundan oldin shu videoga like bosib qo'yish esdan chiqmasin va podpisatsiya qiling, chunki bu videodan tashqari bizni yana juda qiziqarli bo'lgan mavzularda suhbat qurganmiz. Umuman hozir statistika bo'yicha 21-asrda yashayotgan bo'lsak, butun dunyoda 8 ta odamdan bittasida semizlik kuzatilar emish. O'zbekistonda qasdachisiz, O'zbekistonda 4 ta odamdan bittasida semizlik bor. Atrofingizdagi sizga yaqin bo'lgan insonlarni bir tasavvur qilib ko'ring, qaysi biri baqaloq, qaysi biri qorin chiqqan, qaysi biri yugura olmaydi, sportga bora olmaydi, atrofingizda pishillab, nafas olib, tellab o'tiradi. Mana shunaqa statistika ma'lum. Shu narsani kamaytirish uchun davlat miqyosida sizni harakatni boshlovchi, sizning ovqatingizni sog'lom bo'lishini, sizning uyqungiz yaxshi bo'lishi uchun reklamalar, tasviriy oynalar qilyapti, lekin hech kim bunga e'tibor bermaydi. Chunki harakatsizlik osonroq, chem harakat qilgandan ko'ra, ovqat yeb uxlagan osonroq, chem och qoringa uxlagandan ko'ra, yoki ishingizni bajarganingiz ma'qul, chem stress bo'lib siqilib o'tirgandan ko'ra. Mana shu narsalar sizga osonroq dopamin beruvchi narsalardan foydalangan hisobga semizlik ko'paysa ko'payapti, kamaymayapti va bundan ko'p erkaklar aziyat chekib, o'zida tushkunlikka tushib qolib, munosabat buzilib, chunki munosabat buzilishidan oldin, semizlik hisobiga jinsiy quvvat, jinsiy aloqada muammolar kelib chiqa boshlamoqda. Bugungi kunda semizlikni keltirib chiqarayotgan eng asosiy 3 ta narsa bor. Bu 3 ta narsani
balki qulog'ingiz tushgandir, balki eshitgandirsiz, mensimagandirsiz, balki sizga aytishgandir ham, tekshiruvga borgan bo'lsangiz, endokrinologga borgan bo'lsangiz yoki dietologga borgan bo'lsangiz, shu 3 ta narsani agar to'g'rilaydigan bo'lsangiz, shu 3 ta narsani sizdagi semizlik sekin yo'qola boshlaydi. Bu narsani bugun to'g'riladim, ertaga men vaznim tiqqit 20 kilo kamayib qoldi degan narsa emas. Sekin kamaya boshlaydi. Siz birdaniga kecha 20 kilo masalan ozg'indingiz, bugun 20 kilo semiz bo'lib qolmagansiz-ku. Kunlardan kunlarga, oylardan oylarga qo'shilib boravergan vazningizga. Harakat yo'qligi uchun mana birinchi narsa bu harakatning yo'qligi. Lotin tilida buni gipodinamiya deyiladi. Kam harakat. Kam harakatlilik hisobiga tanada qon aylanishini, modda almashinuvi yaxshi amalga oshmaydi. Ya'ni masalan siz harakat qila boshlasangiz, ichaklaringiz ham qimirlagani uchun ichakdagi qolib ketgan shlaklar chiqa boshlaydi tashqariga. Ya'ni ichingiz kela boshlaydi. Agar harakat bo'lmasa, ich qotishi, gemorroy, boshqa muammolar, qon aylanishini buzganligi, odatga yaxshi qon kelmasligi, oyoqlarning muzlashi, qo'llarning muzlashi, o'zida charchoq, mushaklarning harakatida bo'shlik, lanjlik kelib chiqaveradi. Ayniqsa bu narsa oddiy turmush tarzida unaqa bo'ladi. Masalan, keldingizda 9-etajda turasiz, liftga chiqasiz. Peshkom chiqish yoki yarmiga peshkom chiqib yoki bu yoqda liftga chiqaman deyish yo'q. Yoki xato kelish bo'lsa, mashinada chiqib kelasiz misol uchun. Mashina borib kelaman deysiz osongina. Harakat qilishga bo'lgan o'zingizdagi ishtiyoq kamroq harakat qiling deysiz. Chunki hozir dunyoda avtomatizatsiyalashtirish, hamma narsani yengillashtirish, ishlarni yengillashtirish uchun mana humanoidlar chiqyapti. Hamma narsa avtomatizm darajasiga yetyapti. Hamma narsani robotlar yoki hamma narsani mashinalar bajarmoqda. Bu narsa hisobiga insonning harakati kamayganligi uchun sekin-asta vazni ortib bormoqda. Ikkinchi narsa bu shakar yoki fast foodlar. Shakar yoki fast foodlar. Nimaga fast foodlar, nimaga shakar? Shakar bilasizlar, bu bizga oson qornimizdan to'g'izadigan, lekin tez qornimizdan ochiradigan va bizni ko'p ovqat yeb qo'yishimizga sabab bo'ladigan mahsulot. Shakarni qancha ko'p iste'mol qilsangiz, shunda sizni tanangizda insulin shuncha ko'p chiqadi va insulinni hisobiga sizni qorningiz yana oshib ketaveradi. Yana yegingiz kelaveradi. Yana to'ymaysiz. Bir kosadan keyin ikkinchi kosa non, orasiga non tiqib yeysiz. Xamirli ovqat bilan non yeysiz, osh bilan non yeydigan bo'lasiz. Nonning ustiga yana bir narsalarni qo'yib sarva bilan yeydigan bo'lasiz. Uglevod tushyapti tanangizga. Non, guruch, uglevod. Tanada uglevod ko'payyapti, shakar ko'payyapti. Eng kichkina birligi shakar uglevod. Va insulin bum deb ko'p chiqadi. Insulin sizning qorningizni yana ochirib yuboradi. Yoki misol uchun kola yoki gazli rangli ichimliklar. Buning ichida shakari ko'p. Adashmasam 1 litr kolaning ichida 18 ta dona qand bor. Uni o'zingiz choyga solib icholmaysiz unaqa shakar. 1 litr kolani ichganingizdan keyin ovqat hazm qilish uchun oshdan keyin ichamiz deysiz. Ovqat hazm qilish uchun ichadi deb o'ylashadi ko'pchilik, hazm qiladi deb, lekin hazm qilmaydi. Unchada hazm qiladigan fermentlar yo'q. Hazm qiladigan fermentlar aksincha, masalan, kivida yoki sitrus mevalarida yoki ko'katlarda bor. Coca-Cola yoki shakarli rangli suvlarda esa shakar ko'p. Shakar yana o'sha qoningizga tushdi, insulin ko'p chiqdi, u shakaringiz parchaladi, qolgan qolib ketdi va u sizni oshingizni ham, o'sha bir kosa oshingizni hazm qiladi. Chunki qorningiz tez ochib qoladi 1 soatdan keyin. Fast foodlar umuman tarkibida transjirlar qo'shayotganligini ko'pchilik bilishmaydi. Transjirlar buzilgan yog'lar. Tanangizda ular sizni tanangizda yig'ila boshlaydi, chiqib keta olmaydi, yig'ila boshlaydi, zarar keltira boshlaydi. Foydali xolesterin emas, aksincha zararli xolesterinni ko'paytiradi. Zararli xolesterin qonning semirishiga, qon tomirlar ichida xolesterin yig'ilishiga, qon bosimingiz oshishiga, qon bosimingiz oshsa kardiologga borasiz, kardiolog sizga qon bosimini tushiradigan dori beradi, xolesterin tushiradigan dori beradi, lekin siz bu yerda yana transjirlarni yeyaversangiz, yana xolesterin ko'tariladi. Foydali xolesterin tushishi kerak. Foydali xolesterin olivka yog'ida, avokado yog'ida, GX yog'ida bo'ladi, bor va shundan hosil qiladi va u sizga zarariga ishlamaydi. Qon tomirlar ichida xolesterin yig'ila boshlasa, albatta u olatga boradigan qon tomirlar ichida ham yig'iladi va natijada olatga qon yaxshi kelmaydi. Boshlanadi olatning kuchini pasayishi, yaxshi turmasligi, xohish pasayishi, semizlik qolib ketdi ham, semizlik bor yana. Olat kuchi ham pasayib boshlaydi. Ortiqcha o'sha jir va transjirlar hisobiga. Transjirlarni masalan kunduz kuni bitta yeb qo'yishingiz mumkin, shonada zakaz qilishda yeb qo'yishingiz mumkin, lekin ba'zi bir insonlar buni kechqurun hamma uxlayotganda 12 dan keyin bitta zakaz qiladi, bitta butun 25 sm-likni o'zi yeb qo'yadi. Bu yerda hammasincha transjir tez tayyor bo'ladi, buzilib qolmaydi va sizni ta'm xususiyatini, retseptorlarni kuchaytiradi. Siz yana yeyaverasiz, bu yoqda semirib boshlayverasiz. O'zi ovqat yegandan keyin yana aytiladi-ku, ertalabga peshinga ovqatdan keyin o'tir, kechqurungi ovqatdan keyin yur deydi. Bizda teskarisi, ovqat yegandan keyin yotib uxlashadi. Bu yana jiri oshishiga, ya'ni semirishga olib keladi. Uchinchi sabab bu stress va uni yonida unga qo'shilib keladigan va stressni hisobiga va stressni chaqiradigan narsa bu uyqusizlik. Uyqusizlik hozir erkaklar ichida eng yetishmayotgan narsa. Nima deb so'rasangiz mana, nima zararli otim bor desa aytadi. Kech yotaman. Vaqt yo'q, ish ko'p, qilish kerak, bajarish kerak, krediti bor kimdir uyi anaqasi bor, mashinaning krediti bor, taksi qilishim kerak, pul topmasam bo'lmaydi. Bolalarimni maktabga bermasam bo'lmaydi, bog'chaga bermasam bo'lmaydi. Hamma stressdan iborat va bu stress hisobiga uyqusizlik, ya'ni bajarmasam bo'lmaydi deb kechasi o'tirib ishlayapti, uyqu vaqtida bo'lmayapti, 3 soat, 4 soat, 5 soat, 6 soatdan kamaydi, stress ko'payaveradi. Stress ko'paydi, kortizol gormoni, stress gormoni ko'paydi, prolaktin oshdi, jinsiy quvvat pasaydi. Mana senga jinsiy quvvat pasaygani, yaxshi turmasligi, bitta aloqadan keyin ikkinchisi bo'lmasligi, ertalabki ereksiya qolib qolishi,
Keyin yana qabul kelib, menda yaxshi bo'lmayapti deydi. Nechida o'tirsan desa, rejim nenormirованный degan gap hozir ko'paygan. Nenormirованный rejimdaman. 3, 4, 5, 6. Iloji bo'lsa uxlamasa, peshinda uxlab olaman deydi. Yo'q, unaqa emas. Siz qancha kechqurun 5-6 soat undan kam uxlasangiz va ertalab 5-6 gacha o'tiradi, yuradigan bo'lsangiz, ishingiz qilib yuradigan bo'lsangiz, sizda miyangizda o'zgarish keta boshlaydi. Sirkadiy ritm bo'yicha uxlash kerak, uyqu o'sha vaqtda bo'lishi kerak. Lekin sizda ritm, bioritm, sirkadiy ritm buzilgan va qachon uyqu uchun vaqt bo'lsa o'sha vaqtda uxlaydigan bo'lib qolgan erkaklar. Pasteldagi muammo hisobiga erkaklarda buni to'g'rilashga vaqt ham, желание ham yo'q bo'ladi, chunki asosiy muammolar bor. Ya'ni arenda to'lash kerak, bog'cha, maktab, boshqasi. Bularni qilsa bo'ladi, sog'lom bo'lsangiz qilasizda. To'shakdagi lazzatdan hech kim stresslarni, muammolarni ustun qo'ya olmaydi. Asabiylashganingizda, stress bo'lganda, qon bosimi ko'tarilganda, depressiya tushganingizda, sizda birinchi aloqa zo'rg'a, tez, ikkinchi aloqa bo'lishi, uning uchun olatni turishi yuzaga kelmaydi. Ya'ni jinsiy aloqada ikkinchi aloqaga bo'lgan ishtiyoq ham yo'qolib ketadi. Mana endi boyaga ozgina aytib ketganman, lekin to'liqroq aytaman sizga. Semizlik jinsiy zaiflikka qanday olib keladi? Tanamizda aromataza fermenti bor. Bu ferment yog'ni hosil bo'lishi uchun javob beradi va tanangizda testosteron gormonini shuni o'g'irlaydi, estrogen gormoniga va yog'ga aylantiradi. Qorningiz atrofida, kenglik atrofida, yonbosh sohada, ayniqsa qo'l sohasida qalin yog' massasi hosil bo'lib yig'ila boshlaydi. Bemorlarda shu joyni uzi qilinganda qalin 5-6 sm yog' qamati hisobiga olatni kichkinaligi, qanaqadir ko'rinmayapti degani yoki uni katta qilishga harakat yoki uni qo'zg'atishga harakat qilayotgan erkaklar ko'p. Bunaqa vaziyatda uni liposaksiya qilmasa bu olatning kattaligi ko'rinmaydi. Liposaksiya albatta kerak, agar olatni katta qiladigan operatsiya qiladigan bo'lsa. Bo'lmasa, operatsiyadan hech qanday natija olmaydi erkak kishi. Erkaklarda testosteron gormonini o'g'irlaydigan aromataza fermenti hisobiga estrogen gormoni, yog' butun tanada faqat kindikni pastida emas, balki ko'kraklarda ham ko'p yig'ila boshlaydi va erkak kishida yog' hisobiga ko'kraklar kattalashib, osilib qoladi. Bu ginekamastiya deyiladi va u yog'ni eritadigan usul bilan, ya'ni dieta qilasizmi, ozishga harakat qilasizmi, kaloriya defitsit chaqirib ozisizmi, shunaqa qilib yo'qotish mumkin yoki osongina operatsiya qilib uni olib tashlash mumkin. Tinchgina operatsiyada olib tashlash mumkin agar keyinchalik dieta qilaman desangiz, lekin baribir qilmasangiz yana u o'sib yig'ila boshlaydi, chunki tanada yog' ko'payyapti. Boya aytganimdek, ko'krakda yog' yig'ila boshlasa, ayollik gormon orta boshlasa, erkak kishining ovozi ingichkalashib, uni sahalga kayfiyati buziladigan yoki mayli pasayib qoladi, jinsiy mayli pasayib qoladi. Ikkinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa, bu semizlikni, zaiflikka olib keladigan ikkinchi narsa, bu xolesterin miqdori ortishi hisobiga tanangizda yomon xolesterinlarning ortishi hisobiga qon tomirlarini to'sadi, qon tomirlarni qonlanishini kamaytiradi, olatga qon yaxshi keladi deb o'ylaysiz, lekin aksincha qon yaxshi kelmaydi. Qon yaxshi kelmasa, napori pasayadi va olat kuchsiz holda, yumshoq bo'ldi, bunday tegsangiz bukilib ketadigan darajada qo'zg'aladi. Yoki ertalab kerakchilar bir bor, bir yo'q. Yoki aloqada yumshoq turadi, aloqani bir amallab qilasiz, bir amallab tiqasiz, tez chiqib ketadi va yumshab tashaveradi. Ya'ni qattiqligi dahan yoki peshona qattiqligida emas, balki yuz yoki burun qattiqligida bo'lib qoladi. Va buni hisobiga jinsiy olatga qon kelmayotganligi sababiga shunaqa bo'ladi. Ko'p erkaklar o'ylaydiki, buni to'g'rilash uchun men ozgina to'g'zadigan doridan ozgina ichsam yaxshi bo'ladi. Ha, yaxshi bo'ladi, yaxshi qon kela boshlaydi, lekin vaqtinchalik dori asoratlari bo'lganligi uchun sizda boshingiz og'rishi, ko'ngil aynishi yoki qizib ketishi hisobiga dorini boshqa ichgingiz kelmay qoladi. Bunaqa holat kuzatilgandan keyin, qon yaxshi kelmagandan keyin erkak kishida ikkilamchi muammo kelib chiqadi. Bu psixologik qo'rquv. O'tgan hafta aloqa qilganimda yaxshi qo'zg'almay qoldi. Balki bugun ham aloqa qilsam shunaqa qo'zg'almay qolsa, ayolim oldi uyalib qolaman-ku. Bunaqa vaziyatga tushgan erkaklar juda ko'p va bunaqa vaziyat erkak kishi o'zi mustaqil ravishda buni muammoni hal qilishga harakat qiladi. Buni qilmang. Oldin ayolingiz bilan gaplashing, muammoni birga hal qiling. Ayolingizni balki ishxonasida tanish androloglar bordir. Balki birga hal qilsangiz, muammoni yashirmaslikka harakat qilganingiz uchun muammo tezroq hal bo'ladi. Shifokor sifatida shu narsani aytishim mumkinki, muammo tekshirildi, aniqlandi va unga to'g'ri yechim berish kerak. Shunda natija bo'ladi. Lekin aylanib o'tadigan natijalarni xohlasangiz, aylanib o'tadigan davolashni qilsangiz, bu natija bermasa yana chuqurroq tushkunlikka tushib qoladi erkak kishi. Uchinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa bu parhez. Parhez deganda men birinchi navbatda aytaman, chaynashni o'rganing. Hozir ikkita chaynab yutib olish juda odat bo'lib qolgan. Og'zingizga narsa tushdi, chaynab yutib olishingiz kerak. Chunki ko'zingiz telefonda, xayolingiz qayerdadir. Ikkita chaynab yutishingiz kerak. Vaqt juda qimmat. Ketishingiz kerak, uxlashingiz kerak, yotishingiz kerak, ishga borishingiz kerak. Obed vaqti juda qisqa. Ikkita chaynab yutib oldi. Mana to'g'ri chaynashdan 15 tadan 20 tagacha chaynashdan boshlang. Ovqatning tarkibidagi uglevodlarni, ovqatning tarkibidagi
trans yog'larni kamaytirishga shart qo'ying o'zingizga. Mana shu vaqtgacha ozishga o'zimga maqsad qilib qo'ydim deb maqsad qo'ying. Chunki dieta bu oddiy ish emas, bu oson ish emas, bu qo'shayotgan tuzni to'xtatib qo'yish emas. Bu juda ham chuqur narsa. Ham dietadan tashqari, parhezdan tashqari harakat, uyqu, yeyish, ichish, to'g'ri yeyish, to'g'ri chaynash birga ketishi kerak bu hammasi. Keyingi qilishingiz kerak bo'lgan narsa bu hech bo'lmaganda haftasiga 2-3 marta ozgina kardioga o'xshagan ishlar qiling. Misol uchun oddiy, buni qila olasiz. Siz ham orvatda yugurmayman desangiz, yuring. Tez kech qolayotgandek bitta joyga kech qolasiz. Xuddi avtobus ketib qoldi, siz kech qolayotganda tez yuring. Bu kaloriyangizni haydaydi va tanangizda qon aylanishni boshlaydi. Uchinchisi bu uyquga tayyorgarlik ko'rish kerak. Bir xil aytadi, yotaman, uxlamayman deydi. Telefonni o'chiring. 2 soat oldin telefonni o'chiring. Soat 7 da telefonni o'chiring, 9 da 10 da uxlashga yoting. Telefonni o'chiring, xonani shamollating, qorong'i qiling, shovqinlardan yo'qoting. Uyqudan 1 soat oldin, yarim soat oldin issiq qaynoq dush qabul qiling. Bu uyquni yana ham chuqurroq bo'lishini ta'minlaydi. Agar yomon tushlar ko'raman desangiz, qo'rqib ketaman desangiz, yotishdan oldin magnit sitratni ichib yoting. Bu ham uyquni yana ham tiniqroq bo'lishini ta'minlaydi. Yaxshi uxlaysiz. Va yana bir narsa, preparatlar, batlar, bularni qaysi birini ichish kerak, qaysi birini ichmaslik kerak, qancha vaqt ichish kerak, bularni hammasini vrach bilan maslahatlashib, hattoki gormonal terapiya olish kerakmi, yo'qmi, qanaqa darajada, qachongacha, uni qachon tozalash kerak, chistка qilish kerakmi, yo'qmi, menda o'zi necha chiqyapti, necha bo'ldi, qanaqa bo'ldi, bular hammasini vrach bilan maslahatlashgan holda qilinsa, to'g'ri bo'ladi. Agar mustaqil qiladigan bo'lsangiz, qaysidir a'zoyingizni buzib qo'yasiz, qaysidir gormoningizni buzib qo'yasiz va keyin uni to'g'irlash uchun oylar, yillar vaqt, xarajat keta boshlaydi. Shuning uchun maslahatlashing, sizdan vaqt ekonom qilasiz, sog'lig'ingizni ekonom qilasiz, ozgina hajat qilasiz konsultatsiyaga. Maslahatlashgan ma'qul. O'z boshimchalik bilan ukollar, gormonal preparatlar, tabletkalar ichishni tavsiya bermayman va shunday qilmang ham, chunki tanangizdagi o'zgarish hisobiga birdan qaysidir a'zo funksiyasi buzilib qolsa, siz keyin qiynalib bir necha mutaxassis bilan maslahatlashib ish qilish kerak bo'lib qoladi. Bitta mutaxassislik kamlik qilib qoladi. Shuning uchun iloji boricha mutaxassisga uchrang, qanday bo'layotgan o'zgarishni ayting, ko'rsating, tekshirtiring va unga qarab turib kerak bo'lsa, ukol, gormonlar, tabletkalar yozib beriladi. Bugun qorinni chiqishi, semiz qorin bo'lishi bu avtoritet emas, bu salobat emas. Bu sizni tanangizdagi ketayotgan buzilish yoki boshqacha aytganda tanangizga sizni gormonlaringizni xiyonat qilishi. Mana yaqinda ozgina vaqt qoldi, Ramazon oyi boshlanadi. Bu sizga zo'r imkoniyat. Ko'pchilik aytadi, Ramazonda oz oldim, keyin tashladim, boshlandi, hammasi yana semirib ketdi deb. Ramazon oyida biz tanamizni tozalash va bir rejimga tushish, bir ritmga tushish, uyquni yaxshilash bilan shug'ullanamiz. Hozir ekraningizda Telegramda yopiq erkaklar uchun mo'ljallangan yopiq kanalni havolasi berildi. Bu havolada siz agar yo'nalib kirsangiz, erkaklarni sog'lig'iga tegishli bo'lgan ma'lumotlar, erkaklarni jinsiy hayotiga tegishli bo'lgan ma'lumotlardan tashqari, yana eng qizig'i, siz o'zingizda bo'layotgan o'zgarishni kuzatib borasiz. Masalan, bugun kirdingiz, tekshirdingiz, sizda testosteron miqdori bunaqa, 2 oydan keyin testosteron miqdori bunaqa va albatta shaxsan o'zim bilan suhbatda bo'lib, doimo har kuni munosabat gaplashish, so'rash, savol-javob, oila a'zolaridagi muammolar, o'zingizdagi bo'layotgan o'zgarishlarni, testosteron qanaqa bo'layotganini siz doimo kuzatuvda bo'lasiz. Faqatgina ma'lumotlar emas, balki kuzatuvda bo'lasiz. Shuning uchun bu kanalga kirib olsangiz afsuslanmaysiz. Ramazon oyida bizani rejalashtirgan kontentlarimiz bor, juda ham challenge'larimiz bor. Kanalga a'zo bo'lish uchun izohlarda ko'rsangiz, havolani, silkani berib qo'yamiz. Albatta qo'shilib oling. Endi bugungi mavzu bo'yicha savollaringiz bo'lsa yoki shunga o'xshagan qiziqarli mavzu bo'yicha savollaringiz bo'lsa yoki taklifingiz bo'lsa, marhamat kommentar yozib qoldirishingiz mumkin. Biz albatta ko'rib chiqamiz va unga javob ham beramiz va bu mavzuni ko'tarib chiqamiz. Siz bilan doktor Ibrahim bo'ldi. Keyingi qiziq mavzuda ko'rishguncha xayr.